Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli ota-onalar, onajonlar, buvijonlar, hammangiz bizning 48-maktabimizga xush kelibsizlar. Bugun 1-B sinf o'quvchilari biz baxtli bolalarmiz deb nomlangan tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Tashrif buyurgan aziz ustozlar, mehribon onajon va buvijonlar. Assalomu alaykum davramiz ishtirokchilari, biz baxtli bolalarmiz deb nomlangan tadbirimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Assalom deb uyg'onar quyosh. Assalom deb uyg'onar quyosh, assalom deb ko'tarar bosh, assalom deb qarshi olar butun olam jumlayi jahon. Shu musaffo tillardan, shirin shakar tillardan kalomimiz assalom, kalomimiz assalom. Assalom so'zning boshi, go'yo odam quyoshi, assalomdan o'z boshlar, o'zbekning keksa. Assalom hayotning jam bog'bonlari, nurli umrimizning karobollari, otalar, onalar, aziz ustozlar, bu bayramimizga xush kelibsizlar.
Assalomu alaykum. Qutlug' qadam jonan. Assalom davlatimizning aziz mehmonlari, assalom yurtlarning sohibi davronlari va amirdabar onaxonlar, assalom yuzlarda kulgu baliqlar, bolajonlar, assalom. Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli opa-singillar, mehribon onajonlar. Mana oilamizga bahor ham kirib keldi. Bahor yangilari yosharish fasli hisoblanadi. Bugun bir nafis bayramni nishonlash uchun jam bo'ldik. Endi navbat o'g'il
Baktığımızda çiçekler çıktı demek lazım. Bu fasılda kovalaşıp latarlar aytışaylik, gök somsa sümelekler mehmonlarga tortishaylik. Tashkil aftar mangiz ushbu g'azalda naqd joydan Nasiriyatning kerak qadri ayoldir, qislatning bordir azalda, seni aldamışlar uyg'onish qasdi. Yana bahor keldi, yana olamga ajab bir go'zallik, ajab bir bayon. Men seni qutlayman shu ulug' dardda, ulug' yerga doshib muzaffar hayot. Yüzlerge, ay hasan, o yüzlerge, menga bergan osu tuzlarga o'zbegim ayoli, o'zbek ayoli. O'zbek ayoli faqat yaxshilikni ko'radi ko'zi, elga quvvat beradi aytgan har so'zi. Bu dunyoda tanho yegonadir o'zi, o'zbegim ayoli, o'zbek ayoli. Assalom güzel bahar fasillar kelinchagi baxt kelajak davrimiz kelinchagi. Yuring do'stlar diyorlarning olamga boraylik, Navro'z keldi to'rtinchi tosh hofizlar taqaylik. Yomg'irga qo'ziqarim chiqadi, bodra bodra bo'y ko'zatkilar qo'ymas imom hayman. Endi navbat yulduzchalar raqsiga. Safingizga ko'ramiz. Qani saflangansiz? Safingizga turing ham. Shamol, 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 shamol,
Yürekten öğrenen sözler selamlar, sizi gözler canısından gitmez herkes, çünkü onadır ona. Ana bolsa dünyada taxtada akılır, ana bolsa dünyada hamma baxtli bo'ladi. Assalomu alaykum validay muhtarama, sahil quyosh nurlari, yer ko'kni yashnadi, onajonim duosi ko'ngillari. Onalar otasi olam Hindiston, onalar korxonada doim Hindiston. Onalar necha qilib buyuk, chunki u onadir bag'rikeng bo'ston. Guzardagi gulimdiyam, yoshdagi nurimdiyam, bizni suyib egaliga onajonim jonajon. Guzardagi gulimdiyam, yoshdagi nurimdiyam, bizni suyib egaliga onajonim jonajon. Göz açıp seni görmemden, nefsingizden gel yürüyemem. Siz osmanım, ayak yaşım, mehmanımsız anacığım. Siz mehman anasız, 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 bulamsak meclismesiz, mehmanın kılasız. Anacan, annemizden gülüm yavrum, burası Allah'tan dinlesen gönlü okuna geyreydi. Gülü adını koydum, hatta Mehriban bir sözümüz, çakraklar gözümüz, yolda bağırlarımız, onajonim özümüz. Anan gözle verirler, anan gözle yollarını verirler, bizim ağır, dua kılıp göllerini, ağzını alıp açıp. Su kanatlıya kimler diyeceğiz, sınav bombaşık olurlardı, ayolumda sizde yaşaymamışım, ve umut size boylamak gelir. Sağlık ve bollik dileymen, siz daim orman bollik rahmet.
Hayat bostanı tekrar bitken babayla babayla yolda karamine sergiler bitken büyük imarete asıl bırakır. Hadi sorular yol ettiğiniz günlerde bak etkensiz siz ettiğiniz avratlar vaktiga aman koyunuz o şekilde tutardım kulum bırakır. Size dur derece kaldım değil, aklı sağdan eksik kaldım değil, gözümde yarıken çırağım değil, bu hayat çeşmesiye irmağım bırakır. Thank you.
Ona yurtum özüm aldım. Yük başımda yükümler
hozir so'z navbatini maktabimiz ilmiy bo'lim mudirasi Nazira Qurbonovaga so'z beraman. Assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalar, hurmatli aziz bolajonlar. Azizlarim, hammalar bayramini tabriklayman. Bir-biringlardan xatoylik bo'lib ketibsizlar. Hammalarni bayramini tabriklayman. Bundan keyin zo'r bayramlarni chiqarishdi. Donoxonda o'qigan sinflar eng old o'quvchilar bo'lgan. Bundan keyin mana shu o'quvchilar, xuddi shunaqa o'quvchilar, lekin sizlarning yordaminglarda bo'ladi. Donoxon asoschilarga mehnat qildingiz. Juda ham ko'p sinflarni chiqargan, eng oldi sinflarni chiqargan Donoxon. Shunaqa bolalar jarang dedi bu qizni tarbiyalagan bolalar. Rahmat. Bolajonlarimiz juda ham chiroyli, mana boshlari, kiyinganlar. Avvalo bu narsani qayda sizlarning mehnatinglar turibdi. Sizlarning mablag'lar bilan mana shunday bolalar vaziyatga chiqdi. Rahmat bo'lsin sizlarga. Hammalarga rahmat aytaman. Amaliyotchi qizlarimizga ham rahmat. Ana shu yerda dori oldida turib, chiroyli mehnatlarni qilibsizlar. Rahmat aytaman. Hammalarga bayram muborak bo'lsin. Doim chiroyli yuringlar. Hech qo'rqmanglar. Eng birinchi insonga sog'lik, salomatlik, xotirjamlik. Hammalarga bayram muborak bo'lsin. Kirib kelayotgan hayit bayramimiz ham hammalarga muborak bo'lsin. Allohim ro'zalarni sovg'alarni o'quvchilarga berib qo'ymoqchiman. Andijon shahar maktabgacha va maktab ta'lim ta'limdagi 8 maktab 1-bir sinf o'quvchisi Mamad Aminova Ruqiyaxonni ma'muriyat tomonidan a'lo baholarga 3-oyni tugatgani bilan taqdirlanadigan ustozi nomidan sovg'alari bilan. Siz nima qizim? Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Voy, mana rad bo'larkan. Qanday javob qo'yinglar? Muhammad Hozir. Keling, Muhammad Hozir. Barakallah. Sayf, mana. Barakallah. Sayfida. Qani? Barakallah. Hojiakbar. Barakallah. Mana sizga sovg'a. Hojiakbar. Abu Bakr Siddiq. Muharramoy. O'yinchi qizlarimiz. Qancha joylar ular Muharramdan bo'ladilar. Unniso. Mana eng darvozasiga qattiqroq chop qo'yiladi. Ulug'bek. Yashil. Shavkatbek va Hatice. Shavkatbek va Hatice bormi? Qani? Qancha joyimizmi? Abu Bakr. Qani? Rahmat. Haticexon. Qani? Umarbek. Ana Umarbek. Muhammad Ali. Umarbek. Barakallah. Muhammad Ali. Omina Poshta. Islombek. O'zini sahnadan kitob bilishni bizni mana shu qanday chop qo'yiladi. Sani
Nasibullayeva. Voy kechasiz. Bahora Samirning eng kichkina qizi. Barakalla. Said Olimxon. Barakalla. Samiyaxon. Hamisha bahor ekan, kulib turadi. Muzayyana xonim. Voy barakalla. Ular hammasini ko'zi bir xilmi? Barakalla. Ibrohimjon. Said Olimxon. Sadiyaxon ekan. Hamma chiroyli o'g'illar izlamasini ekan. Husan Aliyev, Ali familiyasini bilib olaman. Hasanjonimiz? Hasanjonam. Sotvoldiyev Muhammad Umar. Yashil Qarg'a. O'zbekistonimizni himoya qiladiganlar. Ahrorga. Madinaxon. Firdaus. Barakalla. Yashil. Shahina begim. Humayra. Mana bizimizga bitta qanday qilinglar. O'zi bo'lmayotgan odamlarni e'lon qilib sahnaga chiqish osonmi? Barakalla. Rahmat. Muhammadjon. Barakalla. Rahmat. Hamila. Robiyaxon qolib ketgan. Robiyaxon. Hizbillah. Barakalla. Yashil. Hizbillah. Hizbillah. Assalom. Mana. Barakalla. Rahmat. Munisa. Masalan, berilib turadi. Oyshaxon. Oyshaxon To'xtasinova. Ana, chiroyli Habibullah. Nima qilib men davoga qabul qilishim sizni. Sizlar to'polingizmi havoga solib o'tiribsiz. Sovg'alar muborak bo'lsin. Aminaga rahmat aytaman. Mana yana bir bor sizni so'rayman. Rahmat. Ikishevsizlar Amina. Barakalla qizim, rahmat. 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 Assalomu alaykum, aziz ota-onalar, ustozlar. Mana shu marosimga yig'ilganlar uchun tashakkur hammanglarga. Mana Donofanga rahmat. Bolalarimizni chiroyli qilib sahnalarga olib chiqib, she'rlar yodlatib, raqslarga tushirib, avvalo harf tanitib, alifbelarni tugatib, chiroyli mana bayramlar, tadbirlar o'tkazib beryapti. Rahmat. Tan-jonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Qolgan umrlarini chiroyli tarzda o'tkazishga nasib ro'zi qilsin. Rahmat, tan-joni sog' bo'lsin. Allohga rahmat. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida.
yosh uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida. Ustoz yaxshida, olaylik mo'tabar duolarni, ko'rsatib shogirdlik vafolarni. Bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak kam xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek